Bu video har bitta ayol qiz uchun manfaatli bo'ladi deb o'ylayman. Videoni o'tkazib yubor. Ayol qizlar meni oldimga kelishadi ko'pincha. Sizdan byuzgalter olib ketuvdim yoki boshqa joydan qimmat byuzgalter oluvdim, simi chiqib ketdi, britelkalari qayilib ketdi, sifati o'zgarib ketdi deyishadi va ulardan men buni texnologiyasini yuvishi, kiyishi, saqlash texnologiyasini so'raganimda, ular ko'pgina xatoliklarga yo'l qo'yishayotganini ko'rdim va sizlarga mashina haqida ozgina bo'lsa ham ma'lumot berib o'tishi o'zimga lozim deb topdim. Byuzgalterlaringiz sizga uzoq xizmat qilishi uchun yuvish texnikasiga amal qiling. Bunda birinchi o'rinda byuzgalterlarni biz avvalambor qo'lda yuvishimiz kerak. Uni qo'lda yuvganimizda juda ham ehtiyotkor bo'lib, iliq suvda, issiq suvda yuvib bo'lmaydi, muzdek suvda yuvib bo'lmaydi. Iliq suvda g'ijimlamasdan chiroyli qilib yuviladi. Iloji bo'lsa gubkada, sovunni, ili parashokni gubkada qilib olib turib, ichlari, sutlari yaxshilab yuvilgandan keyin uni siqmasdan mana shu ko'rinishda quritiladi. Sushilkaga mana shu ko'rinishda yoyasizlar qizlar. Buni bunaqa qilib ham yoyib bo'lmaydi. Уже deformatsiya bo'ladi formasi. Bunaqa qilib ham yoyib bo'lmaydi. O'sha qiyshayadi. O'shaning uchun sushilkaga mana shu ko'rinishda qilib yuvishinglar, quritishinglarni maslahat beraman. Agarda mabodo qo'lda yuvishga erinib, mashinada yuvadigan bo'lsanglar ham, mashinani, kir mashinani delikatniy funksiyasida обязательно yumshatuvchi, ya'ni konditsioner qo'shmasdan mana shu ko'rinishga so'palib, lifchikka mana ichini bunday ichiga tiqamiz, poyasini mana bu britelkalarni ichiga solib, mana shu ko'rinishda qilib, mana bunaqa qopchalarga solgan holda, bilasizlar, o'zini maxsus mana bunaqa byuzgalter yuvadigan qopchalar bor. Bu bizda sotuvda mavjud. Mana shularni byuzgalter mana shu ko'rinishda solasizlar, ko'ryapsizlar? Mana chiroyli qilib solishda ham solish bor. Ikkitasini qilsanglar, agar bir-birini ustiga qilib turib, mana shu ko'rinishda solasizlar. Keyin buni zamogini yopamiz. Keyin kir mashinaga sekingina solib, delikatniy rejimda konditsionersiz yuvamiz. Konditsioner qo'shsanglar mabodo porolonlari yumshab qoladi. Bu elastan bo'lganini hisobiga poyeslarni ham yumshatib qo'yadi. Poyeslari sizlarga katta bo'lib, cho'zilib qoladi. Yuvib chiqqandan keyin soya joyda quritamiz, quyoshligida quritmaymiz. Sizlar byuzgalterlarni necha kunda yuvasizlar? Javobinglarni izohlarda kutib qolamiz.